bolalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Chotki hammasi. Короче, bu yerda telefon oldi. Reklama olmoqchi ekan, сотрудничество qilib ishlamoqchi ekan. Men bilan o'sha kompyuter bir narsalar qilayotgan. Короче, telefon qildi, shunaqa ishlaylik dedim. Men yo'q dedim. Sabab nimada yo'q deganim? Chunki men xuddi mana shularga turbish yo'ldan chiqqandim. Endi stream boshlayotganda men stream qilmoqchiman. Menga shunaqa narsalar kerak deganda ular yo'q. Biz senga qilib bera olmaymiz. Подписчикing ham. Senda o'xshab ketishiga ishonmaymiz. Deb gapirgan. Ha, mayli degandim. Endi bitta kompyuterim bo'lardi vaqti uydagilardan so'rashga xijolatdim. Yana boshqa narsalarni olib beringlar. Shuning uchun so'ramasdan bas ayog'imdan pul topib o'zim qilgandim. Hozir men sizlarga bu narsani aytishimdan sabab nima? Mana hozir mana shu reklama datillarni o'zi ko'rib turibdi. Shuncha ko'tarilib ketdim. Ko'tarilib bunaqa darajaga ko'tarilib ketganman. Uni o'zimga yarasha ko'tarildim. Hamma reklama olgisi keladi, yo'q bunaqa qilgisi keladi. Bu narsani aytishdan sizlarga maqsad nima? Bilet, oxirgacha bosish kerak bolalar, to'xtamay. Faqat maqsadlaring bormi? Nima qilib bo'lsa ham mana shu narsaga o'zlaring ichlaringda bo'lsa, chin dillaringda bo'lsa, harakat qilsalaring hammasi o'xshaydi. O'sha sizlarga ishonmaganlarni o'zi sizlarga kerak bo'lsa chiqadi. Hali bu birinchisi, men 2-3tasiga chiqqanman. Bilaman, yaqinda ular ham chiqadi. Ularga ham o'zim bilaman qanaqa atvet qilishni. Maqsad bolalar, faqat maqsad sari intilish kerak. To'xtamasdan faqat oldinga intilaversangiz o'xshaydi sizda ham, brat. Da, это по факту. Ishonaman bu narsaga, sizlarga ham o'xshab ketadi. Chunki menda o'xshadi. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy odamman. Sizlar ham harakat qilsalaring o'xshaydi bolalar. Отвечаю, да.